Qo'limda hassam bilan kelgandim. 3 oydan beri rostmana qiynalib, grijam bilan, artroz, osteoxondrozlar bilan qiynalib yurgandim. Qo'limda hassam bilan kelgandim. Doktor Pak meni qabul qilib oldilar. 3 kunga hassani tashashdi menga. Tashadim. Allohga ming qatla shukr. Doktor Pak, doktor Xan, keyin Sardor doktorimiz bor. Mana shu 3 ta doktor menga har kuni qarashdi. Xuddi o'zlarining yaqinlariga qaraganday qaradi. Men bulardan minnatdorman. Allohga ming qatla shukr. Mana hozir bemalol yurib, o'ynab, kulib ketyapman. Allohga ming qatla shukr. Mabodo shunaqa bo'lib qolganlar bo'lsa, sizlar ham o'shalarga aytinglar, mana shunaqa joylarga kelib davolansin. Bu grijani, ko'ksartrozni, osteoxondroz, bular ukollar bilan bo'lmaydigan narsa, dori-darmon bilan bo'lmaydigan narsa. Chunki men 3 oydan beri davolandim, lekin foydasi bo'lmadi. 5 kunga men bu yerdan Xudoga shukr mana davolanib yaxshi bo'ldim. Yaxshi bo'lsam ham yana 5 kun ovaman. Xudo xolasa 10 kunga yaxshi bo'lib chiqib ketaman.